Fransuz tili yordamida Kanadaga immigratsiya qilish, ya'ni doimiy yashovchi statusini olishda отказ, ya'ni rad javobini olish ehtimoli mavjudmi? Qisqa javob beraman. Отказ olish ehtimoli ancha past, chunki bu student viza yoki turist viza emas. Keling tushuntiraman. Nima uchun отказ olish ehtimoli ancha past? Chunki siz agar bu programma orqali tanlab olinib, hujjat topshirish bosqichiga o'tgan bo'lsangiz, demak Kanada hukumati qo'ygan talablarni bajargansiz va sizni kelishingizni davlatning o'zi xohlayapti. Faqatgina haqiqiy, sifatli va puxta hujjat tayyorlab, to'plab topshirish kerak xolos. Bu usul bilan Kanadaga kelishning student viza, turist viza yoki ishchi vizadan farqi shundaki, mazkur 3 ta vaqtinchalik viza hujjatlarini 100% ko'ngildagidek qilib topshirsangiz ham, viza ofitseri ko'ngli chopmasa, viza bermasligi mumkin. Qanaqadir bahona bilan, masalan, sizni vatanga qaytib kelishingizga ishonmayapmiz yoki maqsadingiz o'qish, ishlash, sayohat emas, Kanadaga borib qolib ketish bo'lsa kerak, uzr deyish ham mumkin arizalarni qilib. Sifatsiz hujjat topshirib omadim kelib qolar deyish ham umuman xato. Juda puxta holatda hujjatlarni topshirib, bu kabi vaqtincha vizalarga umid qilish mumkin. Lekin shunda ham hukumat viza siyosati va ofitser qo'shqovog'i ham ko'p narsani hal qiladi. Demak, omad ham bo'lishi kerak aslida. Ammo yaxshi xabar shundaki, doimiy yashovchi status uchun hujjat topshirganda qo'pol xato yoki aldov holatlar bo'lmasa, ariza rad qilinmaydi. Qanaqadir kamchilik aniqlangan hollarda ham ariza darrov rad qilinmaydi. Undagi kamchiliklarni bartaraf qilib berish so'raladi. Ya'ni xatoni to'g'rilashga imkon beriladi. Faqatgina soxta hujjat topshirish, aldov va o'ta jiddiy jinoiy qilmish, og'ir kasallik kabi sabablar отказ sabab bo'lishi mumkin migratsiya qilayotgan paytda. Shunday ekan, xavotir olmaslik zarur. Shuncha harakat qilib fransuz tilini o'rgansam-u, lekin oxirida kichik bir bahona bilan rad qilib yuborishsa-chi deb. Yana takrorlayman, chunki siz student viza, turist viza yoki ishchi viza uchun emas, immigratsiya maqsadida doimiy yashash huquqi uchun harakat qilayotgan bo'lasiz.